Oilaviy uyning devorlari ichida chuqur nafas oldi. Bu safar gap oddiy suhbatdan boshlanmadi. Havoning o'zida allaqachon taranglik bor edi. Uy ichida o'tirganlarning ko'zlarida charchoq, lekin baribir taslim bo'lishni istamaydigan qat'iyat aks etardi. Komil akam bog' eshigi tomon o'tirib, go'yo shu yerni, shu tuproqni, shu daraxtlarni tanasi bilan himoya qilayotgandek edi. U bu bog'ni faqat mulk sifatida emas, balki o'z umrining bir bo'lagi sifatida ko'rardi. Uning nazarida otasi vasiyatnomani bejiz unga qoldirmagan, bu ishonchning belgisi edi. Ammo shu payt eshik ochilib, Sobir kirib keldi. Uning yurishida ham, nigohida ham avvalgidek yumshoqlik yo'q edi. U to'g'ri Komil akamning oldiga kelib to'xtadi va ovozida titroq bilan aralashgan g'azab bilan gapira boshladi. Sobir uchun bu endi shunchaki bog' masalasi emas edi. U yillar davomida oilaning e'tiboridan chetda qolganini his qilib yashagan, otasining mehridan ham, uning merosidan ham o'zini begonadek sezgan edi. Endi esa otasi olamdan o'tgach, bu his battar kuchaygan edi. U bog'ni tortib olishni emas, faqat o'zining ham shu oilaning farzandi ekanini, shu haqqa ega ekanini isbotlashni xohlardi. Uning ko'zlaridagi alam shunchaki ochko'zlik emas, balki yillar davomida yig'ilgan xafagarchilikning tashqi ko'rinishi edi. Ammo Komil akam bu gaplarni butunlay boshqacha eshitdi. Uning uchun bu o'z mehnatiga, o'z fidoyiligiga qilingan hujum edi. U ovozini balandlatmasdan, lekin qat'iyat bilan vasiyatnoma qonuniy hujjat ekanini, hech kimning bunga aralashishga haqqi yo'qligini takrorladi. Xona ichida taranglik asta-sekin chidab bo'lmas darajaga yetdi. Har ikki taraf ham o'zini haq deb bilardi va aynan shu ishonch ularni bir-biriga yaqinlashtirish o'rniga battar uzoqlashtirardi. Rustam aka bu daqiqada xonaning burchagida turib, ikkala tomonni ham diqqat bilan kuzatardi. Uning yuzida tashvish bor edi. U bilardiki, agar bu janjal shu tarzda davom etsa, oxir-oqibat sud zaliga borib taqaladi va u yerda oilaning barcha sirlari, hatto eng yashirin gaplari ham ochiq bo'lib qoladi. U orada gapga aralashdi. Ovozida sokinlik bilan, lekin qat'iyat bilan, hissiyot bilan qilingan har qanday qadam ertaga o'zlariga qarshi ishlatilishi mumkinligini eslatdi. Uning so'zlari xonani bir zumga jimlik bilan qopladi, ammo bu jimlik uzoq davom etmadi, chunki ichkarida yonayotgan alanga hali so'nmagan edi. Shu kunlarning birida oila a'zolari yana bir bor huquqshunos bilan uchrashishga qaror qildi. Ular umid bilan ehtimol vasiyatnomani bekor qildiruvchi biror yo'l topilar deb ishonardi. Ammo huquqshunosning xonasida ular eshitgan javob umidlarini sovutdi. Faqat gap so'z, faqat shubha bilan hech qanday hujjatni bekor qilib bo'lmasligi aytildi. Agar ular otaning vasiyatnoma yozilgan paytda o'z qarorini to'liq anglamaganini isbotlamoqchi bo'lsa, ularga tibbiy xulosa, ishonchli guvoh va aniq dalillar zarur edi. Bu so'zlar xonada o'tirganlarning yuzida turlicha aks etdi. Ba'zilari umidsizlanib boshini quyi soldi, ba'zilari esa allaqachon yangi reja tuza boshladi. Ana shu daqiqada barchaning xayoliga bitta ism keldi. Matlub amma. Matlub amma bu oilaning eng katta sirlarini o'zida saqlagan, ammo hech qachon ovozini baland ko'tarmagan ayol edi. Uning guvohligi endi butun bir mojaroning taqdirini hal qilishi mumkin edi. Shu sababli qarindoshlar uning kichkina, sokin hovlisiga yana bir bor yo'l oldi. Ular eshikdan kirar ekan, yuzlarida iliqlik bor edek ko'rinardi. Go'yo faqat hol-ahvol so'rash uchun kelgandek. Ammo Matlub amma yillar davomida odamlarning ko'zlaridagi haqiqiy niyatni sezishni o'rgangan edi. U ularning gaplarida boshqa maqsad borligini darrov angladi. Dastlab suhbat yumshoq ohangda boshlandi. Unga bog'dan ulush berilishi, uning haqqi unutilmasligi haqida va'dalar berildi. Ammo bu gaplar ortida yashirin shart borligi tez orada ayon bo'ldi. Ular Matlub ammadan faqat bitta narsani, ya'ni
marhum akasining sog'lig'i zaif bo'lganiga oid ariza yozib berishini so'rashardi. Matlub amma bu daqiqada ichida sovuq bir titroq sezdi. U tushundiki, uning imzosi, uning so'zi endi mol-mulk uchun qurolga aylantirilmoqchi edi. Uning ko'z oldiga akasining so'nggi kunlaridagi tiniq nigohi keldi. U hech qachon aqldan ozgan yoki ongi xiralashgan odam emas edi. Shu bois Matlub amma boshini ko'tarib, ovozida titroq bo'lsa-da, qat'iyat bilan yolg'on gapni yozib berolmasligini aytdi. Bu javob xonadagilarning kutganidek bo'lmadi. Iltimoslar asta-sekin bosimga, so'ng esa ayblovga aylandi. Kimdir uni oilaning kelajagiga to'sqinlik qilishda ayblasa, kimdir uning bitta imzosi bilan hamma narsa hal bo'lishini aytib, unga og'ir bir mas'uliyat yukini ortmoqchi bo'ldi. Ammo Matlub amma qo'rqib qolmadi. Uning ko'zlarida yosh yiltillasa-da, ovozi tinch va aniq edi. U yolg'on guvohlik oilani yanada katta muammoga olib kelishini, haqiqat qanchalik og'ir bo'lmasin, undan qochib bo'lmasligini aytdi. Xuddi shu daqiqada xonaning bir chetida jim turgan Robi gapga aralashdi. Robi bu janjallarda kamdan kam gapiradigan, ammo gapirganda haqiqatni yashirmaydigan yigit edi. U bog' uchun qarindoshlarning bir-biriga dushman bo'lib qolishini istamasligini aytdi. Uning so'zlarida na Komil akamga, na Sobirga to'liq yon bosish bor edi. U faqat bittasini, ya'ni oilada vijdon va haqiqat saqlanib qolishini istardi. Bu gaplar xonadagilarga yoqmadi. Ba'zilar uni befarq deb, ba'zilar esa haddan tashqari halol bo'lishga urinayotgan kishi deb hisoblardi. Ammo Robining ko'zlarida hech qanday ikkilanish yo'q edi. U shunchaki to'g'ri deb bilgan gapni aytgan edi. Xolos, bosim ortidan bosim kelaverdi, ammo natija bermadi. Shunda Sobirning sabri chidamay qoldi. U Matlub ammaning roziligisiz ham boshqa yo'l izlashga tushdi. Uning xayolida eski shifoxona hujjatlari, marhum otasi davolangan joylardagi ma'lumotlar, hatto qo'shnilarning xotiralari ham aylanardi. U bu yo'lni qonuniyroq deb hisoblardi, ammo bu yo'l unga ham xavfli edi. Chunki har bir eski hujjat, har bir eslatilgan voqea o'zi bilan birga yangi savollarni, yangi sirlarni olib kelishi mumkin edi. Otaning sog'lig'i haqidagi turli xil, hatto bir-biriga zid ma'lumotlar paydo bo'la boshladi. Kimdir uni oxirgi kunlarigacha aqli raso, boshqa biri esa charchoq va parishonlik holatida bo'lgan deb eslardi. Komil akam bu izlanishlarni oddiy tekshiruv deb qabul qilmadi. U buni o'ziga qarshi qaratilgan ayblov, o'z shaxsiga nisbatan ishonchsizlik deb his qildi. U yillar davomida bog'ni saqlab qolish uchun necha marta tunlari uxlamay chiqqanini, ishchilarni o'z hisobidan yollab, daraxtlarni parvarish qilganini eslatishga urindi. Uning yonida doim Ikromjon va Isroil bo'lardi. Ular bog'dagi kundalik ishlarni bajaruvchi ikki sodiq yordamchi edi. Ammo endi ular ham ikki o't orasida qolib ketgan edi. Sobir bog'ga kelib, ishchilarga berilgan har bir topshiriqni tanqid qila boshladi. Ikromjon va Isroil kimning gapiga amal qilishni bilmay, ba'zan ishni to'xtatib qo'yardi, ba'zan esa Rustam akadan maslahat so'rashga majbur bo'lardi. Bir vaqtlar oddiy bo'lgan dehqonchilik ishi endi butun bir oilaviy kurashning maydoniga aylanib qolgandi. Rustam aka bu vaziyatni sudgacha yetkazmaslik uchun yana bir imkoniyat izladi. U Komil akamga yaqinlashib, unga bog'dan ma'lum ulush ajratish yoki daromadni oila a'zolari bilan bo'lishish haqida taklif kiritdi. Ammo Komil akam bu gaplarni tez qabul qilmadi. Uning uchun har qanday kelishuv, o'z haqligidan chekinish, hatto o'z aybini bilvosita tan olish kabi tuyulardi. U vasiyatnomaning ochiq-oydin o'z foydasiga yozilganini takrorlab, kelishuvga hech qanday ehtiyoj yo'qligini aytdi. Shunda Rustam aka bir jumla bilan uning xayolini o'zgartirishga urindi. Agar ish sudgacha borsa, oiladagi barcha yashirin gaplar, eski yaralar,
kimningdir aytmoqchi bo'lmagan sirlari ham ochiq bo'lib qolishini eslatdi. Komil akamning yuzida bir lahzalik ikkilanish o'tdi, ammo u baribir ovozini pasaytirmadi. Bu paytda Jamila boshqa bir jabhada yolg'iz kurashardi. Uning ishxonasiga qandaydir shikoyatlar tushayotgani, uning obro'sini yerga urishga urinishlar kuchayotgani haqida xabarlar keldi. Ayrim qarindoshlar Jamilani oiladagi barcha kelishmovchiliklarning bosh sababchisi qilib ko'rsatishga urindi. Ular uning Nodir bilan bog'liq eski voqealarini qayta qo'zg'atib, bu orqali uning nomini badnom qilishga harakat qildi. Ammo Jamila jim turmadi. U o'ziga qarshi aytilgan har bir gapni rad etdi. Hech kim isbotsiz uning ish joyiga borib shikoyat qilishga haqli emasligini qat'iyat bilan aytdi. Uning ichida g'azab bilan birga alam ham bor edi. U yillar davomida sodiqlik bilan yashagan, ammo endi bir zumda gunohkorga aylantirilmoqchi edi. Norgulning nomi yana tilga tushdi. U doimo boshqalarga eshitgan gaplarini yetkazib, oilada ishonchsizlik urug'ini sochuvchi shaxs sifatida ko'rinardi. Jamila u bilan yuzma-yuz kelganida Norgul o'zini himoya qilishga urindi. U faqat eshitganlarini aytganini, hech kimga yomonlik istamaganini takrorladi. Ammo Jamilaning ko'zlaridagi og'riq buni oson qabul qilishga yo'l qo'ymasdi. U Norgulga tik qarab, uning gaplari bir oilaning tinchligini qanchalik izdan chiqarganini tushuntirdi. Bu suhbat ikkalasi uchun ham og'ir kechdi. Biri o'zini oqlashga, ikkinchisi esa haqiqatni ko'rsatishga urinardi. Norgulning gaplari faqat Jamilaga emas, balki Nodir oilasiga ham ta'sir qildi. Uning xotini Zarina haqidagi eski gaplar qayta jonlandi. Zarina hozircha uzoqda, Dubayda yashardi va uning atrofidagi voqealar yangi savollarni tug'dirardi. Nodir esa bu noaniqlikka chek qo'yish uchun Dubayga borishni o'yladi. Ammo uning xayolida ikki xil tuyg'u kurashardi. Bir tomondan Zarina bilan gaplashib, haqiqatni bilish istagi, ikkinchi tomondan esa safar unga yangi shubhalarni keltirib chiqarishi mumkinligidan qo'rquv. U hozircha jinoiy ish ochilmaganini bilsa-da, mamlakatdan chiqib ketgach vaziyat o'zgarishidan xavotirlanardi. Shu sababli Nodir yo'lga chiqishdan oldin Rustam aka va Jamila bilan maslahatlashishga qaror qildi. U ularning ko'zlariga qarab, o'zining Zarina bilan bog'liq masalani yopiq holatga keltirishni istayotganini, biroq bu safar unga qarshi yangi gumonlar keltirib chiqarmasligini umid qilayotganini aytdi. Jamila unga ehtiyot bo'lishni maslahat berdi, ammo uning ko'nglida ham notinchlik bor edi. Chunki Zarina nimalarnidir bilishi va bu bilim kimningdir foydasiga, kimningdir esa zarariga aylanishi mumkin edi. Xuddi shu kunlarda Gulchehraning sog'lig'i haqidagi xabarlar ham oilaning kayfiyatiga ta'sir qilishda davom etardi. Ona va bola xavfdan qutulgani haqida xushxabar kelgan bo'lsa-da, Gulchehra hali to'liq tiklanmagan edi. Oyijon uning yonida qolib, unga g'amxo'rlik qilardi, boshqa ayollar ham navbat bilan kelib turishardi. Oybek esa rafiqasi va yangi tug'ilgan farzandi uchun doimiy xavotirda yashardi. Uning ko'nglida bitta qo'rquv bor edi. Oiladagi bu tinimsiz janjallar, stress va asabiylik Gulchehraning sog'lig'iga yana zarar yetkazmasin degan qo'rquv. Oybek bir kuni oilaviy yig'inda ovozini ko'tarib, chaqaloq atrofida hech kim baqir-chaqir qilmasligini, hech bo'lmasa shu davrda tinchlik saqlanishini talab qildi. Ammo meros masalasi shu qadar keskinlashib ketgandiki, hatto shifoxonaning tinch xonasi ham bu ta'sirdan chetda qolmadi. Ba'zi qarindoshlar Gulchehraning holatidan foydalanib, boshqalarni ayblashga urindi. Ba'zilari esa hamma janjallarni vaqtincha to'xtatib, faqat ona va bolaning tinchligi haqida o'ylashga chaqirdi. Davron aka bu daqiqalarda oilaga tayanch bo'lib xizmat qildi. U shifokorlarning tavsiyalarini sokin ohangda tushuntirar, Gulchehra va chaqaloqni ortiqcha hissiy bosimdan asrash zarurligini eslatardi. Uning gaplari bir muddat xonadagi keskinlikni pasaytirgandek bo'ldi. Ammo bu tinchlik uzoqqa cho'zilmadi.
Jamila shifoxonadan chiqib, o'zi haqidagi shikoyat masalasini oydinlashtirish uchun ish joyiga yo'l oldi. U boshlig'i bilan yuzma-yuz o'tirib, unga qarshi qanday ayblov kelganini, kim tomonidan yetkazilganini bilishga urindi. Boshliq esa isbotsiz ayblov asosida hech kimni jazolay olmasligini aytdi. Bu gap Jamilaning ko'nglini biroz tindirdi, ammo xavf butunlay yo'qolmadi. U bu gaplar o'rtida kim turganini bilishga qat'iy qaror qildi. Shu payt Qimruxon degan qo'shni ayol o'rtaga tushdi. U bir tomondan oiladagi gap so'zlarni tarqatgan bo'lsa, ikkinchi tomondan janjalning battar avj olishidan qo'rqardi. Qimruxon Jamila bilan gaplashar ekan, ayrim qarindoshlarning uning ishidan noroziligini bildirdi, ammo aniq ism aytishdan tortindi. Jamila esa bu ogohlantirish o'rtida kim turganini aniqlashga tirishardi. Shu orada matlub ammaning holatiga yana xavf tug'ildi. Kimdir uni yana aldashga, kimdir esa yangi bosim o'tkazishga urindi. Unga bog'dan ulush va'da qilinardi, ammo bu va'daning bajarilishiga hech qanday kafolat yo'q edi. Matlub amma hujjatni imzolashdan oldin uni sinchiklab o'qib chiqishga qaror qildi. Agar unda haqiqatga zid bironta jumla bo'lsa, u yana rad javobini berishga tayyor edi. Ammo bosim o'tkazayotganlar uning yolg'iz qolgan paytlarini poylab, uyiga turli odamlarni yuborishni davom ettirardi. Bu esa katta xatoga aylanishi mumkin edi. Chunki matlub amma bu bosim haqida jim turmay, Rustam aka yoki Jamilaga aytib berishi mumkin edi. Agar matlub amma ochiq gapirsa, vasiyatnoma mojarosi butunlay yangi bosqichga o'tishi mumkin edi. Endi masala faqat bog' kimga tegishi haqida emas, balki guvohga tazyiq o'tkazilgani haqida ham bo'ladi. Rustam aka bu holatdan foydalanib, huquqiy himoya choralarini ko'rishga urinadi. Komil akam esa bu ishga aloqasi yo'qligini ko'rsatishga tirishadi. Sobir esa barcha bosimlar ortida aynan Komil akam turganiga ishonch bilan gapiradi. Shu daqiqada Komil akamning o'ziga ham qiyin tanlov qoladi. U kurashni davom ettirishi yoki qarindoshlariga ozgina yon bosishi mumkin. Ammo har ikki yo'l ham unga xavfli tuyuladi. Agar chekinsa, buni aybini tan olish deb qabul qilishlaridan qo'rqadi. Agar kurashda davom etsa, oiladagi barcha sirlar ochilib ketishidan xavfsiraydi. Sobir esa hech qanday kelishuvga ishonmaydi. U vasiyatnoma masalasi faqat qonuniy yo'l bilan hal etilishini talab qiladi va matlub ammaning guvohligi bilangina cheklanib qolmay, tibbiy xulosa izlashda davom etadi. Ammo bu izlanish jarayonida u ham xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Shoshilib, rasmiy tartibni buzishi yoki noto'g'ri odamga ishonib qolishi ehtimoldan xoli emas. Bu esa Komil akam tarafiga qarshi kurashish uchun yangi imkoniyat berishi mumkin. Rustam aka Sobirni ehtiyot bo'lishga, har bir hujjatni faqat qonuniy yo'l bilan olishga chaqiradi. Jamila bu vaziyatda ikki tarafni yarashtirishga urinadi. U Komil akamga bog' tufayli butun oila parchalanib ketayotganini aytadi. Sobirga esa shoshqaloqlik bilan qilingan harakatlar oilani battar bo'lib yuborishini tushuntiradi. Ammo o'zi ham obro'siga qilingan hujumlardan charchagan edi. Shu sabab uning sabri ba'zan tugab, kimningdir yolg'on gapiga keskin javob qaytarishi ham mumkin bo'lib qoladi. Voqealar avjiga chiqqan sari uch xil yo'nalishda taranglik bir vaqtning o'zida kuchayadi. Bir tomonda matlub amma hujjatga imzo qo'yish yoki qo'ymaslik haqida og'ir qaror kutib turadi. Ikkinchi tomonda Nodir Dubayga yo'l olishga tayyorlanadi. Uning yuragida ham umid, ham xavotir bor. Uchinchi tomonda esa Jamila ish joyidagi shikoyat sababini bilish uchun boshliq huzuriga kiradi. Ana shu uch yo'nalishdan birida hech kim kutmagan bir xabar paydo bo'lishi mumkin. Ehtimol matlub amma hujjatni imzolashdan qat'iy bosh tortadi va uni olib kelgan odamga tik qarab aniq javob beradi. Ammo shu payt boshqa bir qarindosh uning nomidan allaqachon guvohlik xati tayyorlab qo'ygan bo'lishi ham mumkin.
Bu holat vasiyatnoma mojarosini yanada xavfli tomonga burib yuboradi. Agar Jamila bunday soxta hujjatni ko'rib qolsa, uning haqiqiyligini tekshirtirish uchun darhol Rustam akaga murojaat qiladi. Yoki ehtimol Zarina Dubaydan telefon orqali kutilmagan bir xabar beradi. U kimdir vasiyatnoma yoki oiladagi eski voqealar haqida haqiqatni yashirayotganini aytishi mumkin. Balki u o'z oilasi nega buzilganini ham tushuntirib beradi. Uning so'zlari norgul tarqatgan gaplarni fosh qilishi yoki aksincha Jamila uchun yangi savollar tug'dirishi mumkin. Yana bir ehtimol, Nodirning safariga to'sqinlik qiluvchi rasmiy xabar kelib qolishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, u Dubayga keta olmay qoladi va oilasidagi kimdir uni ataylab to'xtatayotganini o'ylab, yana yangi shubhaga tushadi. Jamila esa bunday paytda unga shoshilmasdan avval vaziyatni qonuniy yo'l bilan aniqlashni maslahat beradi. Bu barcha voqealar orasida oiladagi ayollarning ovozi ham eshitiladi. Oyijon bog' va pul tufayli farzandlarining bir-biriga dushman bo'lib qolishini istamaydi. U marhumning vasiyatini hurmat qilish kerakligini aytar ekan, hech kim yolg'on guvohlik berishga majburlanmasligini ham qat'iy ta'kidlaydi. Uning bu og'ir ammo halol so'zlari Komil akamga ham, Sobirga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Shu bilan birga Gulchehraning sog'lig'i ham oiladagi qarorlarni tezlashtiradi. Oybek agar janjallar to'xtamasa, rafiqasi va farzandini boshqa joyga olib ketishini aytadi. Bu tahdid butun oilani bir zumda o'ylantirib qo'yadi. Chunki yana bir janjal ona va bolaning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkinligini hammalari yaxshi tushunadi. Shunday qilib, ko'p savollar hali ham javobsiz qoladi. Matlub amma guvohlik xatini imzolaydimi yoki vijdoniga sodiq qolib bosimga qarshi turadimi? Sobir vasiyatnomani shubha ostiga qo'yish uchun yetarli dalil topa oladimi? Komil akam bog'ni bo'lishga rozi bo'ladimi yoki qarindoshlariga qarshi kurashni davom ettiradimi? Jamila o'z ishini saqlab qolish uchun kimning yolg'onini fosh qiladi? Nodir Dubayga bora oladimi? Va agar borsa, Zarina bilan uchrashib haqiqatni bila oladimi? Eng ehtimoli shuki, hech bir muammo bir zumda hal bo'lmaydi. Aksincha, bir tugun yechilayotgandek tuyulgan paytda undan ham kattaroq bir sir yuzaga chiqadi. Matlub ammaning qarori bog' mojarosini bir muddatga to'xtatib turishi mumkin. Ammo Jamila bilan bog'liq shikoyat va Nodirning safar masalasi darhol yangi bosimni keltirib chiqaradi. Tomoshabinlar esa hamon bitta savolga javob izlaydi. Komil akamning asl niyati faqat bog'ni saqlab qolishmi yoki u oiladagi barcha qarorlarni o'z qo'lida ushlab turishni istaydimi? Oxirida Jamila kutilmagan bir hujjat yoki telefon qo'ng'irog'ini olishi mumkin. Bu xabar Matlub amma bilan bog'liq bo'lishi yoki Zarinaning Dubaydan aytgan gaplari butun oilaning eski voqealarini yangi bir nuqtai nazardan ko'rsatib berishi mumkin. Agar Jamila qo'liga tushgan hujjatdagi imzo yoki ma'lumotga shubha qilsa, u darhol Rustam akaga murojaat qiladi. U esa buni tekshirtirish uchun huquqshunosga olib boradi. Aynan shu sahnada Komil akam ham kirib kelib, hujjatni ko'rishga urinishi mumkin. Jamila uni to'xtatib, bu safar masala yashirincha emas, balki faqat qonuniy tartibda hal qilinishini qat'iyat bilan aytadi. Komil akamning yuzida o'tgan bir lahzalik xavotir tomoshabinlarga uning nimanidir bilishi mumkinligini his qildiradi. Ammo bu hali uning aybdorligini isbotlamaydi. Shu sababli shubha kuchayadi, biroq haqiqat yana biroz yashirin qolaveradi. Va nihoyat so'nggi daqiqalarda Matlub amma o'z qarorini ochiq aytishga tayyorlanadi. U hujjatni imzolamasligini, faqat o'zi bilgan haqiqatni yozishini bildiradi. Aynan shu payt boshqa xonadan baland bir ovoz eshitiladi. Telefon jiringlaydi yoki eshik oldida hech kim kutmagan bir odam paydo bo'ladi. Tomoshabinlar Matlub ammaning gapini oxirigacha eshita olmay qolishlari mumkin
va aynan shu uzilish keyingi qismning eng katta siriga aylanadi. Shunday qilib, bog' uchun boshlangan kichik bir kurash asta-sekin butun bir oilaning taqdirini o'zgartirib yubordi. Komil Akam va Sobir o'rtasidagi qarama-qarshilik kun sayin kuchaydi. Rustam aka esa qonuniy yechim izlashda davom etdi. Jamila o'z nomini, o'z sha'nini himoya qilib kurashdi. Nodir esa Zarina bilan bog'liq masalani yolg'iz o'zi hal qilishga urindi. Matlub amma haqiqat va bosim orasida eng og'ir tanlov oldida qoldi. Ona va bola sog'lig'i haqidagi xushxabar oilaga bir zum umid baxsh etgan bo'lsa-da, meros, yolg'on guvohlik va obro' masalalari bu umidni yana sinovdan o'tkazdi. Va eng muhimi, bitta imzo, bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta yashirin hujjat butun oiladagi kuchlar muvozanatini bir lahzada ostin-ustun qilib yuborishi mumkin edi.